Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshladik. Do'stlar, buyurtma asosida oshxona mebel so'rayotgan obunachilarimizga sizlarga 2 xil 3 xil variantlari mana bugungi video obzorimizda akam bilan obzor qilib beramiz. Video davomida 1 metr nech puldan, nimalari ichida, mana granitlarni ham devorlarga yopishtirmay qo'ya olasizlar. Tayyor ichida akrildan, laminatdan, xullas 2 xil 3 xil fasonlarimiz bor. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Feruz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qadrli obunachilar. Charchashlar yo'q. O'zinglar ham charchamang. Rahmat, sekin. Xo'p, demak, bu fasonimiz boshqa narsa, bu fasonimiz boshqa narsa. Ha, ikkalasini xil narsa. Puli ham 2 xil. Puli ham 2 xil, xudo xolasa. Xo'p. Dastlabki ustanovkalarimiz qanaqa bo'ladi? Dastlabki ustanovkalar Toshkent, Namangan, Farg'ona, Andijon kelishuv asosida borib o'lchab, joylariga olib borib, dizaynerlik xizmatlari ham ichida bo'ladi. Olib borib ustanovkalari ham ichida bo'ladi, xudo xolasa. Kelishuvga asoslanib qilib beramiz, xudo xolasa hammasiga. Shu paytgacha qilib berganlarimizni hammasi imkoniyat darajasida kelishib chiroyli qilib yasab berganmiz. Xo'p. Demak, birinchi fasonimiz 3 etajli, high-tech, profil oynali ekan. Profil oynali, ashi yangilik narsa, alyumin deb qo'yadi. Mana. Shunaqa narsali. Xo'p, Polkalari ham oyna. To'g'ri. Keyin materiali mativiy akril. Akril, mativiysi. 2 xil rang bir-biriga uyg'unlashgan. Polni diodlar tortilgan hamma yo'g'iga. Bunaqa joylariga ham profilli oyna ishlatilgan, ichlari polni diod qilingan. Oynalar ichlari, orqalari granit. 60 ga 60 granit. Mativiy bo'lganligi uchun 100% mativiy narsa ishlatganmiz. Granitlari ham mativiy qilingan, stoliga moslangan. Xo'p. Demak, shu holatda 1 metr narxini aytamiz. Metr deganda nimalari ichiga kirgizmasdan aytilyapti. Bitovoy texnikalar отдельный xonadonda egasini o'zi olib beradi. Sushilka qo'yib beramiz, mo'yka qo'yib beramiz. Musor paqir desa, musor paqir, g'aladonga plasmassa, paddon desa, paddon, shularni qo'yib beramiz. Xo'p. Narxini ichida. Xo'p. Xudo xolasa. Mashturishi, endi mashturish demaylik, shunaqa fason 3 etajli, mana profil oynali 1 metri nech puldan aytamiz? 3,5 million so'mdan qilib beryapmiz. O'zi bu profil oynalar qimmat, o'zingizlar hamma biladi. Buni 1 kvadrati 75 dollardan to'g'ri keladi. Shuning uchun agar mana shunaqa holatda 5-6 metr joyi bo'ladigan bo'lsa, profil oynasini ham shu narxning ichida bunga отдельный to'lov qilishni metrining ichida qilib beramiz. Shunaqa profil oynalarini ham. Xo'p. Granitlarni ichida qilib beramiz. Og'ir devorlarga yopishtirib, usta chaqirib yopishtirib yurishmaydi. Shularni ichida qilib beramiz. Mo'ykasini ichida, sushilkasini ichida qilib beramiz. Diodlarini ham bor ichida qilib hisoblab beramiz. Xo'p, do'stlar, sizlar ko'rib turgan mebel uzunligi nechi? 5.10 joyga tushgan hozir bu mebelimiz. Xo'p. Uzunligi 5.10 joyga tushgan, joylashuv tartibini ko'ryapsizlar. Gaz, mo'yka. Endi sizlarning xonangizlarda razmerdan kelib chiqib, biz o'zimiz borib o'lchaymiz. Andijon, Namangan, Farg'onaga borib o'lchaymiz. O'lchaganda joylashuvi kelib chiqadi. Xolodilnigingiz, kir mashinangiz, shunaqa mana. Masalan, mana buni singari borib o'lchaganda hamma narsasi kelib chiqadi. Mana har xil svetdagilaridan bor. Ularni hammasi qilinaveradi. Buni bunaqa fasonlari ham bor, plafonli fason. Bular arzonroq yuradi. Shu o'ziga qarab hammasi, ketadigan narsalarga, ishlatiladigan mexanizmlarga qarab pullari past baland bo'laveradi. Eng arzoni mebelimizni 2 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzon varianti bu yoqqa ketaveradi. Xonani bo'yini balandligiga, ishlatiladigan mexanizmlarga qarab turib, puli farq qilaveradi, lekin 2 million 200 ming so'mligimiz ham garantiyali ish bo'ladi. Bunaqa hamma yo'g'i manaqa prostoy narsa ishlatmaymiz. Hamma yo'g'iga vakuumli, toza narsa, plasmassa, kromka, buni singari korpuslar hamma yo'g'iga toza narsa ishlatib beraveramiz. Muammosi yo'q. Demak, 3,5 milliondan metr deganda ichida bitta sushilkasi bo'lyapti. Granitchi. Granit ham ichida bo'lyapti. Bu ham ichida. Gazlar alohida dedik. Bitovoy texnikalar отдельный hisob kitob qilinadi. Sababi xonadonda egasini o'zini har xil holatdagi, misol uchun bu 60 bo'lsa 90ligi menga yoqadi deyishi mumkin. Dimoxotimiz mana bunisi panel bo'lsa menga turbo motorligidan qo'yib bering deyishi mumkin. Sensorligidan qo'yib bering deyishi. Bu xonadonda o'zini xohishiga bog'liq. Xo'p. Do'stlar, unaqa narsalar endi kelishuv asosida. Asosan mebel 1 metr mana 3 etajli paganometri, granit ichida, sushilkasi ichida, shunaqa narsalar ichida ketyapti, xudo xolasa.
Xo'p, demak bu 3,5 milliondan dedik, a? Bunimiz 3,5 milliondan. 3-etajli kerak emas desa arzonlikda. 2,5 milliondan tushadi. Ha. 2,5 million, 2 million 800 ming o'zini holatiga qarab turib. Do'stlar, mana bu birinchi ishimizda matoviy akril degan bo'lsa, mana endi ikkinchi ishimizga o'tsak, glansviy akril. Bunisi glansviy akril, mokriga oq kombinatsiya qilingan. Stolning usti qora, qoraga moslab turib, ruchkalari qora qilingan. Bizning mebellarning hammasida gaz, vitishka, moyka hamma yo'g'i bor. Sababi buni vitrinaga qilib qo'yganmiz. Kelgan odam shunday qanaqa holatda bo'lishligi uchun holatini qilib qo'yganmiz. Endi bu aynan siz bu ko'radigan odamlar, obunachilar joyiga tushmasligi mumkin. Buni biz o'zimiz borib, joyiga qaysilari to'g'ri shularni hisob-kitob qilamiz. Misol uchun buni o'rnida xolodilnik bo'lishi mumkin. Xolodilnikdan o'rab o'tib ketamiz, ustilariga shikof qilinadi. Bu endi xolodilnikning past balandligiga qarab turib, polniy bu rasxodlar plus minus qilinaveradi. Do'stlar, o'lchagani borganda dizayni joylariga qarab chiqariladi. Necha metr, qanaqa xolodilnigingiz, nimangiz bor, kirmoshingiz bormi, gazingiz bormi? Polniy akam aytayotgandek, o'lchab dizayni chiqariladi. Endi zakaz qilmoqchi bo'lsa, zaklat masalasi. O'zi odatda 50% zaklat olamiz ish boshlash uchun. Sababi kelib turib, bu 50% ga bergan puliga bu mebeli bitmaydi o'zi aslida. Misol uchun 10 millionlik mebel hech qachon 5 millionga bitmaydi. Qolganini o'zimiz qo'shamizda, olib borib ustanovkani tugatib, xonadon egasiga topshirganimizdan keyin qolgan 50% ni berishadi. Do'stlar, demak, mana yarim puli bilan ishlar boshlanadi, yetmagani yonimizdan qo'shib bitkaziladi. Olib borib o'rnatamiz, tekshirib qabul qilib olasizlar. Keyin ham pulinglarni ham duoinglarni olib ketaveramiz. Inshaalloh, Xudo xolasa. Bu mebelimizni endi narxini aytadigan bo'lsam, buni biz 3 million so'mdan qilib beramiz 1 metrini. 3 etajli holat. 3 etajli holat. Bunimizda ko'rib turibsizlar 100% polniy gluxoy akrildan qilingan. Bunda haligina aynaklar, shunaqa narsalar ishlatilmagan. Shuni hisobiga xohlasa bundan, xohlasa narigidan. Bunimizni ko'rib turibsiz, ruchkali variantda qilingan mana. Ruchkali variantda qilingan. Nari mebelimiz ko'rib turibsiz, umuman ruchka ishlatilmagan, bez ruchka variantda qilingan. Shu bez ruchka bo'ladimi, ruchkali, xuddi shuni xohlasa bez ruchka variantda qilib beramiz. Umuman ruchka ishlatmasdan. Matoviy bo'ladimi, glansviy bo'ladimi? Uni ham farqi yo'q, ha. Uni ham farqi yo'q. Granitni bu ishimizda ham shu narxni ichida granitini bonus qilib beramiz. Starishnisalar Rossiyani tozasidan qo'yib beramiz. Suvga, namga, issiqqa, sovuqqa chidamli narsa bo'ladi. Moykasi, semistitili, bitta sushilkasini bonus qilib beramiz bu narxni ichida. Mana do'stlar, xudo xolasa kimga shunaqangi sifatli oshxona mebel xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. So'rasanglar, kataloglar tashlaymiz. Xonangiz razmeri bilan bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, telefonda o'zida ham narxini chiqarib bera olamiz. Telefonda o'zida narxini chiqarib berishimiz bepul, bemalol telefon qilaveringlar, xudo xolasa. Shu ikki olsa, Feruz aka bugunga. Hozirga shular. Xudo xolasa telefon qilishsin, yana qo'shimcha bonuslarini boshqalarini imkoniyat darajasida qilib beramiz. Xo'p, endi manaqasini bonus, anaqasini bonus demaylik. Xudo xolasa xonadonni egasini rozi qilib chiqatamiz. Xo'p. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli, manfaatli video qilib berdik. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Oshxona mebel masalasi bo'yicha bemalol bizning nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. Feruz aka, sizga ham rahmat. Rahmat hammalarga kattaga. Do'stlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.